tizimli muammo. Turkiyada o'zbek qizining fojiali o'limi yuz berdi. Bu holatni faqat ayanchli voqea deb yopib qo'yish xatolik. Chunki bu o'lim alohida holat emas, takrorlanib kelayotgan xavfli tendensiya. Huquqiy nuqtai nazardan savollar ko'p. O'zbek fuqarosi xorijda mehnat qilayotgan paytda uning huquqiy maqomi qanday edi? Konsullik va elchixona tomonidan profilaktik nazorat va tezkor yordam mexanizmlari ishladimi? Ish beruvchi va vositachi tuzilmalar qonuniy javobgarlikka tortiladimi? Amaliyot shuni ko'rsatadiki, xorijda ishlayotgan ko'plab o'zbek ayollari norasmiy mehnat, hujjatsizlik, til bilmaslik sababli huquqiy bo'shliqda qolmoqda. Bu esa zo'ravonlik, ekspluatatsiya va hayot uchun xavfli vaziyatlarga olib kelmoqda. Jurnalistik fakt shuki, biz ko'pincha oqibatni muhokama qilamiz, ammo sababini bartaraf etmaymiz. Davlatlararo mehnat kelishuvlari qog'ozda bor, ammo real hayotda ularning ijrosi sust. Nazorat yo'q joyda esa jinoyat ko'payadi. Eng xavflisi javobgarlikning shaxsiy emas, tizimli ekanini tan olmaslik. Bir jinoyatchi jazolanishi mumkin, lekin tizim o'zgarmasa keyingi qurbon muqarrar. Bu voqea jamiyat uchun signal bo'lishi kerak. Mehnat migratsiyasi ustidan real nazorat, ayollar uchun majburiy huquqiy tayyorgarlik. Konsullik tizimining javobgarligi, vositachilarga nisbatan qat'iy qonuniy choralar. Bu shunchaki fojia emas, bu huquqiy bo'shliqning narxi. Agar xulosa chiqarilmasa, bugun Turkiyada, ertaga yana boshqa davlatda yana bir o'zbek fuqarosining hayoti xavf ostida qoladi. Aziz yurtdoshim, islohot uchun emas, insonlar uchun tamoyiliga asoslanib, Burchim TV jamiyatda osoyishtalikni va tenglikni xohlaydi. Bu yurt barchamizniki, yodingizda tuting. Demokratik islohotlarni olib borilishida siz va men ishtirokim mutlaqo qonuniy. Hech kim o'zini avtoritar yagona his qila olmaydi. Bizni hech kimga adovatimiz yo'q va bo'lmaydi ham. Agarda shaxsiyatga o'tilmasa, fuqarolik institutini faol ravishda qo'llovchi subyekt sifatida biz adolatli missiyani olib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling. Kreativ yangiliklar faqatgina